Shunaqa tanishlar sizlarda ham bo'lsa kerak. Qilgan ishi o'ziga ta'sir qilmaydiganlar bor. Mana misol yeb turib semirmaydiganlar bor. Bittasi men mana shunaqa. Oshqozonim Cobalt kapotidan katta. Og'iz vashi separator. Chista hammasini istirib. Bitta joyda o'tirib qolsam, o'zimniki mayli oldimdagilarga ham ovqatni tiqib tashlayman, so'ramasdan. Lekin semirmayman. Yana bitta oshnam bor, quyosh chiqsa semiraveradi. Bahcha paytidan beri parhez tutadi. Shunaqa ko'p meva-cheva, sabzavot, o't-o'lan yeydi hali bola. Molam unchalik yemaydi. Yaqinda ozamamikinda bedapirsam yeb yurdi-da. Lekin semiraveradi quyosh chiqsa. Bitta oshnam 8 oydan beri zalga chiqadi. 8 oy. Ne qarayman-da, sen VPN yonib olmaganmi? Sen tirnobcha qilib kimdir kach ko'p ketmayaptimi? Uyda o'tirib prosta tag. Bir odamniga tirnobcha qilmayapsam, qanday qilib shu paytgacha bir rezultat olmaydi deyman-da. Bunaqa odamlar ko'p ekan. Men masalan Instagramda ko'rib qolasan, hali qizlar kosmetikamga oyiga 3000 dollar ishlataman deydi. Nega qarayman? Bu qiz oldin birga bo'lganmikin deyman-da. 3000 dollar ishlatish uchun bilmayman endi qanaqa bo'lishiga. 3000 dollar peshonasiga yopishtirib olsa ham xunuk ko'rinmasa kerak. Hech kim to'g'rimi?